أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaştaşlar, bugün dersimizin başlaşından ilgili derslerini bir tekrarlap ötüp ketayli. Biz dersimizin başında fasahat balağat haqida to'xtalib, fasahat deganimiz so'zlarda tepiladi, cümlelarda tepiladi. Söz tepildigan fasahat şu sözninki tanafrul huruf, muhalafatul qiyas, g'arabat qatorliq 3 kamchilikdan xoli bo'lishi. Cümledagi fasahat deganimiz tanafrul kalimat, da'f ta'lif va ta'qid lafziy va ma'naviy iborat 3 ayb nuqsondan kamchilikdan xoli bo'lishi. Ondan keyin cümledagi balog'at deganimiz cümle aldı bilen şu sözleri ve cümlesinin özü fasahatli ko'p bo'lgandan keyin e'tibori munosibqa mos shaklda keltirilishi, ya'ni halning taqozosiga mos shaklda keltirilishi balog'at turadi deb şu tarafdan bizning kitobimizda o'qilmoqchi bo'lgan yangi mazmunni ikki cho'ng turga bo'lgandik, ya'ni ilmul maani va ilmul bayon. Andikin ilmul maani cümlelerinin halının taqazasıqa mas kelish kelmaslik noqtasından cümlelerinin uslublarini bahs qiladigan bo'lib, bu tarafdan biz umumiy tadqiqotimizni, umumiy mazmunni 8 turga bo'lgan. Bunun birincisi ahval, al-isnad, al-xabari deb o'qib o'tdik. Undan keyin ikkinchisi ahval, al-musnad ilay deb shu yerga to'xtagan. Muslay deganimiz mayli fe'illik jumla olsun yoki ismlik jumla olsun, jumladagi iki bilakni muslay deymiz. Mayli o navosihlar bilan o'zgargan jumla olsun, qanday shakldagi jumla olsun, jumlada igilik xususiyati, mavsuflik xususiyati ishlatilgan, sifatlangan bir xil xarakterni o'ziga olgan bo'lsa, hammasi muslay bo'ladi. Shu asosda biz muslayninki zikrisi va hasbisi ikki holatini so'zlab o'tgan. Bugungi darsimizda biz muslayninki ma'rif bo'lishini, muslayni ma'lum bir vositalar bilan ma'rif qilish to'g'riliq. Yani ma'rif bo'lgan vaqtida muslay qanday ma'nolarni o'ziga olgan bo'ladi, qanday ma'nolar yushungan bo'ladi, nima e'tibor bilan u ma'rif bo'ladi, nimani ko'zlab turib ma'rif bo'ladi, ma'rif qandan keyin mazmun jihatda bizning erishadigan narsimiz qatorliq mush mavzular haqida so'zlaymiz. So'zlashdan ilgari biz nahvini qoida bir aslab o'tsak, arab tilidagi ma'rifa, ya'ni ismning ma'rif bo'lishi birisi damirlar bilan ma'rif bo'ladi. Ya'ni damirlar ma'rifalar. Odatda mutakallim damir eng ma'rifasi, undan keyin muxotib damir, undan keyin g'oyib uchinchi shaxs damir deb biz nahviy kitoblarimizda buni so'zlab bo'lgan. Ikkinchisi xossimlar, alamiyat deb qo'yamiz, xossimlar. Uchinchisi mavsulatlar, ya'ni ism mavsul, ya'ni allazi, allati, allazina, allahi qatorliq ma'lum bir cümle ismiye yoki cümle fiiliye yoki shibih cümlelarni o'ziga siyliq qilib keladigan, g'on, qon, deki, tiki degan ma'nolarni ifodalaydigan jumlalik ism deb tushunsak bo'ladi. Bir jumlalar keyindan agishib kelib turib ism o'rnini o'ynaydigan ismlar, ism mavsul. Undan keyin ismi ishoratlar, ko'rsatish almashlari bu, u, o degandek. Undan keyin alif lam orqali ism ma'rif bo'ladi. Mayli alif lam İnşallah so'zlaymiz, alif lam cins olsun, alif lam ahd olsun, yoki alif lam istig'roq olsun. Her birisi ismni ma'rif qiladi, ma'rif qilish bilan birga bir ma'nolarni o'z ichiga olgan bo'ladi, bir hukmlar yushungan bo'ladi. Undan keyin idofatini muzofillay orqali. Buningda muzofillay bilak ma'rif bo'lgan vaqtda mudof bilak shu muzofillayning ma'riflikni o'ziga qana qiladi, oladi. Shu vaqtida muzofninki ma'rif bo'lish qanday ma'nolarni o'z ichiga oladi, qanday vaqtlarda shunda izofatdan ma'rif ekilimiz bu haqda so'zlaymiz. Demak, xulosalgan vaqtimizda grammatik kitoblardagi avtorning maqsad qilgan taraflarning o'xshamasligiga qarab ba'zi grammatik kitoblarda 7, ba'zi grammatik kitoblarda 5 ma'rif bor. Har holda bu faqat son masalasi, ba'zi e'tiborlar bilan ko'payib ozlaydi bas. Endi bugungi muslayni ma'rif qilish degan babda biz mushu ma'riflarning hammani so'zlaymiz. Ya'ni ma'lum bir qismini, masalan, birinchisi buni damir desak, damir nima uchun keladi, qanday maqomda, qanday holatlarda ismlarni damir bilan ma'rif qilib ishlatamiz deydigan bir hukm bo'ladi-da. Va ta'rifuhu bil idmar
Baştagi bir qurqalda yakunu bil idmar. Yani bu muslayni ma'rifa qilish damirlar bilan bo'ladi, alamiyatlar bilan bo'ladi, ism mavsullar bilan bo'ladi, ishoratlar bilan bo'ladi, aliflar bilan bo'ladi va idofat bilan bo'ladi deb 6 turni aytibdi. Shuni har birini inshaalloh ayrim shaklda qanday qilamiz so'zlaymiz Alloh nasib qilsa. Birinchisi, damirni ma'rifa qilishga kelsak, oldi bilan damir deganga o'tishdan ilgari yana nahvidagi damirni aslaymiz yana. Grammatikadagi damirni aslasak, damirlar oldi bilan 3 ga bo'linadi. Yani ma'no jihatdan birisi birinchi shaxslik mutakallimning damiri, ikkinchi shaxs xitobning damiri, uchinchi shaxs g'aybatning damiri deb nechaga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. Bularning har birisining ishiltish o'rni o'xshamaydi. Mutakallimning damiri degani men va biz deb so'zlovchi shaxsni ko'rsatadi. Muxotabning damiri deganimiz sen deb ikkinchi shaxsni ko'rsatadi. G'aybatning damiri deganimiz u, ular degan üçüncü shaxsni ko'rsatadi. Mushular bilan damir keltirish nima uchun, qanday vaqtda keltiramiz? Balki bu o'quvchilarga nisbatan aydın chunki nahvidimi bu taraflarni xila muayyanlashtirib, so'zlab tushuntirib o'tamiz. Shunga chiqqan yerda bek to'xtalmasak bo'ladi. Abturmi deyotdi. Muslayni damir bilan ma'rif qilish. Buna deganlik va zalika bi ayyatil musnad ilay damiran. Aşına deganligimiz muslay damir kelish orqali ma'rif bo'lish deganlik bo'ladi. Bunda ma'rif qilish mutakallim maqomida bo'ladi degani. Gap men qartilayotgan jumlaning egasi men yoki biz olgan vaqtida bundan boshqa amal yo'q. Men bir gap qilmoqchi bo'lsam, faloni bundaq deydi, digilolmaydi, men bundaq deyman. Faloni bundaq qilib digilolmaydi, men bundaq qilma deydigan gapimdi. Masalan, bunda misollar intayin ko'p. İnnema ana nazirun mubin Qur'oni keldi mesela. İnnema ana basharun mislukum degandek. Bak ko'p bu. Mayadimi bir she'r keldi payg'ambar alayhisolatu vasallamning she'risi. Ana nabiyyu la kadhib. Ana ibn Abdul Muttalib. Mushuningizda men chunki gap men to'g'ri bo'lyapti. Boshqa alohida gap yo'q bu yerda. Ya'ni shundaqlar gap xitob maqomida bo'lyapti deydi. Gap nim maqomida, xitob maqomida bo'ladi degani, gap sen haqida bo'lyapti. Jumlaning egisi sen, sharkatning egisi sen. Gapimiz sen to'g'risida bo'layotgan yerda sen demay boshqa amal yo'q. Bu bir tarafi. Masalan, tövendeki Hamas'ın şirisinde وأنت الذي أخلفتني وما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم diye şirde. Sen va'da qilgan, menga va'da qilgan va'dangga xiloflik qilgani sen ve sen hakkında malamat qiladigan kishilarni mening sababimdan xo'sh qilgani sen. Chunki sen gap sen haqida bo'lyapti. Boshqa gap yo'q bu yerda. Ammo aloqa ikkinchi shaxs xitobning damirida azroq masala bor. Buni sal turib so'zlaymiz. Avval g'aybatni so'z o'taylik. Va yaqa'u at-ta'rif bil idmar aydan fi maqam al-g'aybat. G'aybat uchinchi shaxsning maqomidami damir bilan ma'rif qilish uchun. Ammo uchinchi shaxsda sal farqli. Birinchi shaxsda, ikkinchi shaxsda amal yo'q. Ondan başka yol yok. Damir keltirmesinden başka yol yok ya. O ismini digilolmaydı. Sen desen aldığın qarab turib, Ahmet bunda qilamiz digilolmaydı onu. Men demey başka amal yok. Mehmet deb digilolmaydı gap. Ama üçüncü şahsda biz üçüncü bir adam bo'lganligi buning ismi var. Ahmet, Muhammed degandek bir gaplar bilan gap boshlaymiz endi. Endi biz cümlenin 5 idlomda Muhammedning ismini tilga olib qoldik. Yani neçe minutdan keyin şu aralıkta 10 min yaqin vaqtda biz şu to'g'riliq qayta bir so'zlamoqchi bo'ldik. Ismini qayta tilg'alish to'g'ri kelib qolgan vaqtida, to'g'ri qilish şu vaqtda jumladagi bir xil ixchamlik, qisqartish yuzidan ismning o'rniga damir almashtirib keltiramiz. Şu vaqtda aytadi: "Ala ay yakun ay al-musnad ilay qad sabaqa zikruhu." Yani zimir bilan ma'rif qilish yuz beradi ham g'aybat maqomida nima sharti bilan ala ay yakun. Yani aşı musnad ilayning zikri ilgiri o'tgan bo'lish sharti bilan ala degan shartni ifodalaydi. Chuqum musnadlay ilgiri bir qitim tilga elingan bo'lish sharti bilan zimir bilan ma'rif keltiramiz. Yoki u mazkurning hukmida bo'lish sharti bilan qarina. Garchi tillanmasimi qallimizda bor. Hammaning asxiyalimizda bor. Bir ustozimiz yaqinda o'lib ketdi. Nayt, hammalar suyulgan qadrli ustozimizdi. Hammalarning zihnidan chiqmayotdi. O'tirib Hemelen ilgir gibini qimmavatımız ya, qimmavatgan halasımı o bek bir mehriban adam deydi. Çünkü kallımızda bağ,
maqamdan qarinisi bilan, yaqinda vafot topgandan qarinisi bilan hammadan bilamiz uni. Gerçi zikri ötmüsümü, ötkenning hukmida. Ma nuqtadan yana qanday qilishga bo'ladi, til qilishga bo'ladi. Masalan, huval bahr من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود صاحله. O'zgan bir dengiz çoğum aldığı ismi ötken. Yoki hammalarning zihnida buning ismi ba, mana shaklda bo'ladi. Qaysi tarafdan kelsan o'degan bir dengiz. Uning dolquni yaxshilik, sixiylik uning qirg'oq sohilidir degan she'rda masalan. Uning chunki buning oldida faqat qala qabla faqat fa chunki ifod. Chunki huvanimiz neydi damir keltirishimizning sababi chunki uning oldida biyumni abi ishaq talat al-ula va qamat qanatu'd-din wa ishtadda kahiluhu. Abi ishaqning qo'lida buyuklikning qo'li uzardi va dinning qanollari şunun qo'li bilan o'rnidan turdi va dinning ushchisi shuni bilan chingidi deb Abi Ishaqni maqtayotgan. Andoganda huval bahru deki huwa ilgir o'tgan bir qitim oldingi beyti tilg'anilgan kimga qartilmoqchi? Abi Ishaqqa qartilmoqchi. Demak, g'aybat damirda cho'qim oldida bir qitim qanday qilgan bo'lish kerak, o'tgan bo'lish kerak. Bu bir tarafdan va endi mishada kitobda tilga ilinmabdi. Deb qo'shtirishlik bir gap damirlarning ichidan biz yuqorida so'zlagandan boshqa xil damirlarmi bor. Birisi damir sha'n va, damir sha'n masalan qul huvallohu ahad ki huwa va. Yana birisi damir fasl va, ulaika humul muflihun deki hum damir fasli. Bularni gerçi kitobimizning oyog'ida ba'zi mazmunlarda bular munosabat taraflar chiqib shunda olsin bir askartib o'tib qo'yaymayadi, qistirib o'tib qo'yay. Bular jumlaning rolini, jumlaning mazmunini kuchaytirish, jumlaning mazmunini ta'kidlash, qarshi tarafning zehnini yig'ish yoki muslatga taxsis qasr qilish degandek bir sabablar bo'ladi. Shu sabab tufaylidan keladi ma'damirlar. Bekor kelmaydi va endi men bayatdan damir uch turli bo'ladi. Birisi mutakallim damir, yana birisi xitobning damiri, yana birisi g'aybatning damiri deb. Xitobning damirida atroq bir gap bor degandim. Xitob qanday yerda keladi degan to'qayatning kitobning o'zida maqam xitobning maqomi. Oldida bir odam bor, oldida so'zlayotdi. Gap shuning qartilayotgan bo'lg'achqa gap damirdan kelish kerak dedik. Endi oldimizda hech qanday odam yo'q. Muayyan bir odam yo'q. Mushtaq ahvol ostida xitob ishlatib qo'yamiz. Masalan, ko'pincha vazn-nasiyatlarda so'zlayotimiz hamda birlikka ko'pchilikka muayyan oldimizda ya Muhammad, ya Ahmad, ya Mehmet, Samat yo'q. Ko'pchilikka so'zlayotimiz shu vaqtlarda deymiz, sen bu dunyoda yaxshi amal qilsang, qiyomat kunisi jannatga kirsa degan mush jumlamizda sen degan jumlamiz kimga qaratildi? Oldimizda muayyan xitob yo'q. Bizga xitob qilayotgan muxotabmi yo'q. Bu yerda umuman muxotablarga qaratildi bunday vaqtlarda. Ya'ni umumlashtirish uchun ba'zi bunda o'tiriblar el-ag'illarga beşimizdan kechirgan nayt qo'rqinchli bir voqealiklarni so'zlaymizda endi. Voy sen u vaqtni ko'rsang, u vaqtdagi bizning ahvolimiz degan deb mana sen gap boshlaymiz. Bu yerdagi sen oldimizdagi o'tgan Ahmad Samatga qaratilgan sen emas, balki bir mubolag'a, qo'rqinchli holatni qana qilishini tasvirlash uchun deyilayotgan. Bunday shaklda qo'llanildi, ob turmushni tilg'ilib deyotdi. Val aslu fil xitob Xitobdagi, ikkinchi shaxsdagi asli qoida muayyan odamga bo'lish. Ya'ni muayyan oldimizga bir yoki birdan ko'p odamga qaratildi ham deylik asli qoida. Ba'zida muayyan keltirish, mushohad keltirish, uni g'ayriga tashlanib qo'ydiganimiz oldimizda muayyan odam yo'q. Bu yoki biz gapni muayyan birlarga qaratmaymiz, gapni o'rtaq da'vatimiz yo'q, og'zimizdan xitob chiqyapti. Men hozir misol qilgandek u vaqtni bir ko'rsang, u manzilni bir ko'rsang deymiz, biz u gapni muayyan bizga da'vatmaymiz. Yoki tavazznasiyat tabliğlarimizda sen deb gap boshlaymiz, u yerdagi gapimiz muayyan bizga qaratilgan emas. Nima ish qilsa, liya'umma kullal muxatab. Har muxatab, har angli odamning hammaga qana qilsin, umum bo'lsin uchun mushta uslub qo'llanildi. Masalan, Qur'oni Karimda "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Hey, mujrimlarning shu kunusda Rabbinin qaşda başlarını şangıltı turğunni kirdi aşıp qalsın. Yani hech kim davatmaydı o gapni. Muayyan bir adam davatmaydı. Umum şekilde davatıdı. Men anlasam men üzemge alama. O anlasa o özge alıdı. Ahmet anlasa Ahmet üzge, Samet anlasa Samet üzge alıdı man. Tarani üzge alıdı. Demek her adam üzge alıdığan şekilde qo'llanish mushu hozir uslubdan chiqadi. Ma uslubdan biz bir gapni umumatan shaklda xitob qilmoqchi bo'lsak, sen deb olamiz. Buni anglagan, "Hey sen
anlagan her sen manqar tuttu deb düşünüdü. Yani mübalağını ifadeleşte kolundan gap. Şunlaşqa oqida oturdu. Bularning ahvoli oshkor bo'lishda chekkaga yetgan. Bularning butun rasvoliklari, qilgan atkeşim hammasi oshkor bo'ldi degan gapda bu. Unda o'g'anda bu yerda ularning ahvolini muayyan bir muxotabning ko'rishi, ularning ahvolini ko'rishga muayyan muxotab xos qilinmaydi-ki, bu gap dedim-ku, ya uningga ya buningga xos emas. Anglaganlik odamning hammasiga umumlashadi bu bir. Demek ahvoli şu, biz musullayni ma'rif qilishda 6 xil ma'rif bordi kitobning beshida. Birincisi musullayni damirli ma'rif qilishda, damirli ma'rif qilishning ahvoli bu qadar. Ya'ni bundan ortiq mazmuni yo'q, chunki ahvoli shu. İkincisi musullayni alamiyat bilan ma'rif qilish. Ta'rifuhu bil alamiyya, ya'ni shu musullayni alam holatda keltirish orqali bo'ladi. Alamiyya deganimiz bir odamning xos ismi, Muhammad, Ahmad, Samad degandekchi. Bunun üçün dese hem de Abdur yani aldan küldükdü degan gapni qayta takrorlay. Bu kitobda keltirib qo'ygan sabablar hammasi misol sifatida keltirib qo'ygan sabablar odatda oldimizga kelgan holatlarda, manzillarda, o'rinlarda, maqomlarda har xil ifodalash mumkin, lekin bu shundan shaxslanib chiqimizda birinchisi shu odamni sami'ning zihnida shuningga xos ism bilan teslatla ko'z zihnimizda hozirlash. Shu odamni aynısı bilan sami'ning zihnida o'ziga xos ism bilan dastlabdan hozirlash. Ya'ni palani degandan keyin lan darhol kallamizga 10 dan boshqa odam qat'iy kelmaydi. Ahmad desak, Ahmad bunda qildi deb desam, shu o'ltag'onlarning kallasiga shu Ahmaddan boshqa Ahmad kelmaydi. Chunki mening ig'zimdan chiqqan shu Ahmad ikkinchi bir Ahmaddan mangmaydi. Men biladi uni. Alam degan o'zi xos bir odamdan dalolat qiladi, hatto shu ismdagi yana bir odamdan dalolat qilmaydi. Mana bir og'inam bor Muhammadda. Muhammad bugun hajatcha taqibdi desam, ikkinchi bir Muhammadga mangmaydi ma Muhammad. Ikkinchi Muhammadga mangmaydi. Shu Muhammadga lan mangadamdi. Qul huvallohu ahad. Allohu ahad kalimizga Alloh tamoshasi kelmaydi. Bu bir. Undan boshqa masalan Qur'oni Karimda Alloh Beytullah'ın kuruluş ahvalını hikaye qilib ve iz yerfa'u İbrahimul qawa'ida minal beyt ve İsmail dese. İbrahim öz vaqtida İsmail'den Beytullah İbrahim aleyhisselam bilan İsmail aleyhisselam gerçekten biz çırayını tasvirlayamazsak, lekin ikki dona payg'ambarninki, ulug' payg'ambarninki Beytullah'ni qopirib atgan, Beytullah'ni silab atgan ko'rinishdir. İbrahim Qur'onda tilg'anadigan 25 payg'ambarning ichidagi mo'tabar birisi, ulul azm payg'ambar İsmail, uning o'g'li alayhissalom. Muşu xil şekilde köz aldığımızda hazır olurdu. Adatı başka misal alsak mı bulurdu? Biz tunuyduğun her qanday bir şekildeki bir ustaz yoki çoğun amele tunuyduğun adamın birini şunda tilga alsak, amelenin kalasıqa şu adamın sınması olurdu. Bu bir sebep. İkincisi ta'zim içindekini şu adamın ismi, o adamını hürmet ma'nosini o'ziga olgan bo'lsa yoki şu adamın karakteri hammalarning nazarida büyük bir karakterga ega bo'lib ismini deb qo'ygan jamiylar bunda o'zimizga ko'taradigan va deb bunda bir xil cho'ng biladigan holat bo'lib qolsa, shu tarafini chiqarish uchun ismini tilga qo'yadigan gap. Masalan, Salohiddin Kalbi. Salohiddin degan ismining ma'nosini yaxshi, dinni isloh qiluvchi degan ma'noda, ammo bu odamning o'zining xarakteri hammalarning nazarida Baytul Muqaddasni, Quddusni qana qilgan, fath qilgan, tarixdagi ulug', hurmatli, muhtaram bir diniy qo'mondon deb hammalar bilamiz buni. Yoki ihanat, haqoratlash, ihanat qilish, haqorat, shu ism ya shunda huqumiga ega, yoki u odamning shaxsiyati anglab qo'yguncha ko'z oldimizga noyati past, nachardan birisi keladigan bir shaxsiyatga ega, ja'a ta'abbata sharran desa, yomonlikni qo'ltiqlagan odam keldi deb o'z vaqtida qo'yilgan noyat nachar bir odamning ismi. Bugungi zamonlarda ko'zimizga eng sat ko'rinadigan bir odamlar bo'ladi. Pukuni palani degandekchi, shu odamning ismini shunda chiqarsak, chiqishimizning sababi hatta ba'zi eskilarni tillash uchun ashulning ismi bilan atab qo'yilgan, tilab qo'yilgan ahvollar bo'ladi tabii. Dördüncüsü kinoya qilish uchun. Kinoya degani ba'zi ismlar kinoya sifatida qo'yilgan ismlar. Masalan, Qur'oni Karimdagi Abu Lahab bizning ismi emas aslida tabii. Bu faqat uning davzihi ekanligidan kinoya qilib, u Abu Lahab deb cho'munda. Mana shaklda qo'yiladi. Tabii bizning jamiyatimizning ba'zisi ashta shaklda qo'yilib qoladi. Abu Lahab islomning nachar dushmani desa, amaliyotda haqiqiy Lahab deganimiz jahannamning Lahabisi. U Abu Lahab degan gap
o cehennemin dadası degan gap emas, balki o dozaqqa kiradi degan gap. Dozaqqa qanday qiladi? Kiradi degan gapda bir xil kinoya hukm. 5-inchisi uningdan huzurlanishni vahma qilish. Odatda biz yaxshi ko'rgan odamlarning ismini o'zimiz eg'izga ilish emas, boshqalarning eg'izini anglasak bir xil gulqaqalarimiz ichilib ketadi, chiroylarimiz paqrab ketadi, ko'zlarimiz nurlanib ketadigan gapda. Mushta ahvolda ko'p tilog'imiz keladi, digimiz keladi, u to'g'riliq mushta vaqtida zimir keltiradigan yergami alamiyatlarni keltirib qo'ygan ishlar bor. Masalan, billahi ya zabiyatul qaya qulna lana alaylaya minkunna am layla min al-bashar. Ikkinchi baytdagi layla asli hiya deb zimir keltirsa bo'ldigan ya, ammo bu yerda bir xil ma'uz yaxshi ko'rgan bo'lgan laylani bir xil qayta tilg'ilish huzurini boshqalarga to'q. Men mashta oshiq bu laylaga deb o'zining oshiq kelgan boshqalarga ilhom qilishini bildirish. 6-inchisi tabarruk izlash. Biz cho'ng biladigan bir kishilar insonlar uchun bo'lib qolsa yoki bizning payg'ambarimiz masalan tabarruk Rasululloh tushimga kiribdi ekan degandek-ku. Alloh mening Robbim tusa deymiz masalan. Andaki insonlar orasida biz cho'ng biladigan odamlar bor masalan. Mushta bir shaklda ismni tilg'alish orqali o'zimiz bundan tabarruk izlaydigan bunday holat bo'lib qolsa, buningda mush maqsadlar ado qilish uchun Allohu akramani deymizki, hal akramakalloh degandek-ku. Masalan, men ishim taraqqiy qilib, tijoratlarim eqib, men beyib ketdimda, bir sayman, yo, Alloh bir bittasiga, Xudoyim ba'da qaraslar, Alloh yaxshi ko'radigan o'xshaydi men degandek bir xil gaplar bilan bir xil o'zimiz qilayotgan ishlarimiz Alloh yaxshi ko'radigan ish degandek, Alloh barakat et degandek bir xil tabarruk izlashisiz. Ve yakun ta'rifuhu yani muslayni alamiyatla ma'rif qilish ashunga o'xshash degani yuqorida 6 misol so'zida boshqa misollarni ba'da kirib Abturni oxirisida yig'ibdi. Min tafaul va tashaum va mashakil degani masalan umidvor bo'lish, yomon pal ilish va shunga o'xshagan har xil maqsadlar tufayli ya'ni muslayni alamiy keltirishda bil alamiy keltirishda Aşununga o'xshash hukmlarni o'z ichiga olgan alamiyatlab qolsa, shuningga o'xshash hukmlarni o'z ichiga olgan bir alamiyatlab qolsa, masalan bizning yurtda palani yanchiqchi deb hammaga dan ketgan bir odam bor. Masalan, balasining gibini qilib turganda balangiz hukmini yanchiqda ko'p qolmiz desa, ay tövbedana Xudoyim saqla. Masalan, shu yerda shunday bir xil aniga nisbatan bir tashaum. Eng yaxshi odamdan birisi bor. Kelgusida balamiz fukunidek odam bo'lar. Bir xil tafaul masalan va har xil maqsadlar bo'ladi. Masalan, ismlarning ichida nayt yaxshi ma'llik ismlar bor. Masalan, Said, Baxtiyor degandek-chi. Saffah deb ism qo'yilgan tarixda Saffah deb ism qo'yilganlar bor. Bir xil qonxo'r degan-chi bir xil. Mimma yunasibu i'tibaru fil alamiyya degani, ya'ni shuni alamiyatga e'tibor qilish, maskildigan alamiyatlar bilan ma'rifat qilish shu xildagi asosda bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'limiz alamiyat qanday hukmni o'z ichiga olgan bo'lsa, biz mushu maqomda shu hukmni ifodalamoqchi bo'lgan bo'lsak, shu alamiyatni qo'llanib ifodalasak bo'ladi. Ya'ni bu yerdan bizga bir narsani deb demoqchiki, avtor alamiyatning xarakteri, ya'ni muslay alamiyat bo'lsa, shu alamiyatning xarakteri qanday bo'lsa, shu xil xarakterga mos keladigan o'rinlarda qo'llanilsa bo'ladi. Shu xil xarakterda, shu xil o'rinlarda, shu xil xarakterlik alamiyatlar bilan ma'rifat qilib ishlasak bo'ladi. Demakchi avtor boshqa alohida gap yo'q. Tamam. Ondan keyin keldik ta'rifuhu bil mavsuliyya. Endi bayatın darsning oldida qisqacha o'tdim. Ism mavsul deganimiz o'zi yolg'iz kelmaydi. O'zidan keyin ma'lum bir jumlani o'ziga agashtirib ulab keladi. Shu mavsulning ismi. Mavsul deganimiz bir jumla uningga o'linib kelgan. Bir butun jumla yoki shibhi jumla kelib hammasi taq ismning rolini o'ynaydi. Xuddi Ahmad desak, jumlada ig'volaydi ya. Ammo allazi jaa ma'ana ams degan bir butun jumla Ahmadning o'rnida o'tiradi endi. Bu nima uchun mushtajiq keltirildi desa, chunki alamiyatlar ifodaligini bo'lmaydigan bir mazmunlarni ma'nolar ifodaligini bo'ladi. Shunga ism mavsullarni keltirildi. Abtur nima deydi qarab boqamdik. Muslayni mavsuliyatlar, ya'ni ism mavsullar bilan ma'rif qilish tuvandagidek bir necha xil sabablar tufayli bo'ldi. Birinchidan muxotabning silidan boshqa shu muslayga xos ahvollarni bilishi yo'q, bilmaydi yani. Masalan, tunugun men madrasaga kirdim, o'quvchilarga men bir odamni boshlab kirdim endi. Endi aytisi ballar mendan shu odam to'g'riliq bir narsalarni anglashni xohlaydi. Men u odamni ustoz Muhammad desam, bala tunmaydi uni. Misrlik desam, tunmaydi u odamni.
Falan yerlik desem ve hiç qanday hal turmaydı. Ballarning bilidigini faqatla tunigan men bilan billa qanaqaligi kelganligi mujlari sanğa. Muşuningdan boshqa ahvolni tunmaydi ballar. Tunmaydi. Amma onu ifodalashda alam keltiramdim. Tabii ki yo'q. Çünkü alam keltirsam ballar o adamın ismini o'qimaydi-da. Sifatlarni keltiramdim. Yo'q. O isim alif lam bilan keltiramdim. Yana o'qimaydi masalan. Faqat biladiğini tunigan men bilan kelganlik. Am tunigan men bilan kelganligini qistirib turib igi qilish uchun ism oldingiz olsundan boshqa amalim yo'q. Ya'ni allazi jaa ma'i ansi. Tunigan men bilan bildim aslida kirgan ma adam sam ha deb qarshi taraf tushunuduni. Andikin bu adam to'g'ri xabar bilalaymanki alimun kabir, alimun muhtaram yoki min Masr deganda gaplar bilan ifodlasam bo'ladi. Boshqa amal yo'q. Demak, muhattab muslimlarning shu siyratdan boshqa ahvolni o'qimaydi. Shuning uchun siyl ishlatishga biz majbur. Allazi kana ma'ana ams rajulun alim degandek misolda shu. Ikkinchi sabab ism bilan uchiq keltirishni qabih hisoblaganlik uchun. Ba'zi narsalar ismini oshkor digilolmaydi. Oshkor digilolmaydi masalan. Chunki sat narsalar, o'qimi sat, ig'izga qo'lolmaydi. Kichik oldin birisi iyaga chatoq chiqarib qo'yibdi, shundaymi? Men deymanki, palani chiqirib qo'ygan narsani tozalatinglar deyman masalan birisiga. Birisi tukib qo'yibdi, naydi, sat tukirib qo'yibdi-da, aning tukurikini yoki tilga olmaydigan bir gaplarni qilib, anasini tozalating deyish hamda bir xil so'zlashimiz katta. Hozirgacha tushunman shundaymi? Digilolmaydi bu gapni. Nima deymiz endi? U yerdagi anasini tozalatinglar deyman. Shundaymi? Demek ba'zi digilolmaydigan gaplar va ismini qanaqa ishlatamiz? Allazi ishlatamizda ma'lum bir sifat yoki shakl bilan. Masalan, allazi rabbani abi. Nimishqa desa, qanday desa uning ismi qabih bo'lib tilga olishsan. O dadasi hemmedim yomon ko'radigan bir odam. Ismi intayin sat. Mushta vaqtda men tarbiyaligini anladim. Na'ajalik bir xil yig'iblar akilibchi. Üçüncüsü texmi muqarrarlashtirish uchun. Mesela bir ishni aniqlayotgan vaqtida buni mavo tunigan sizga gapini qilgan qiz desam. Bu Ahmad ya bu Amina deb tanishtirsan bo'ladi. Bu Fatima deb tanishtirsan bo'ladi. Uni demay, men masalani oydinlashtirish, taqrir degani texmi muqarrarlash oydinlashtirish uchun deymanki unga tunigun sizga haliqi arxivlarni berib, sizga gapini qilgan, maktabga tizimlatgan qiz mushu desam, butun jumla hammasi ism mavsullar ega bo'ladi. Yoki igina xabar oldu, qanday olsa. Misal ism mavsul ishlatishim qarshi tarafga shuni tushuntirishim, muqarrarlashtirish masalani. Masalan, rawadatu allati huwa fi baytiha nafsi. Züleyxa, ismi Züleyxa deb bag'onchimiz tarixda men to'g'ri olsun, xato olsun har holda Misrning vazirining qizi, ayoli Yusuf alayhisalomni talab qildi. Bu yerda ifodalamoqchi bo'lgan maqsad nima bo'lsa, Yusuf alayhisalomning pokligi Allohdan qo'rqishni ifodalamoqchi mushu jumladan. Mushu gapni ifodalash qaysining bakroq ifodalanadi desa, uni vazirning ayoli talab qildi. Shunchalik oddiy. Züleyxa talab qildi. Uni tabiiy ma'no. Ammo Yusuf alayhisalom uyda turayotgan ayol o'ziga talab qildi. Annabsiga Yusuf alayhisalomning o'zini talab qildi desa, ha, Yusuf alayhisalom uyda. Sharoit intayin pishiq. Agar had islom chenib qoldigan ish yo'q, oshkor bo'lib qoldigan ish yo'q, shundami? Yo'q deb qolsa, zarar uchrash ehtimoli bor, o'yin qo'g'ilish ehtimoli bor. Mushtaq holat turib rad qildi. Yusuf alayhisalomning iymoni ajoyib iymon. Yusuf alayhisalomning taqvoligi ajoyib taqvolik degan o'qim mushu allatidan chiqadi. Agar allati ishlatmay ismini ishlatib qo'ysa, ya izofa shaklda falonining ayoli deb qo'ysa, unda men ifodalab bermaydi deydi. Demak, texmi jumlaning mazmunini muqarrarlashtirish uchun. To'rtinchisida tadxim, ya'ni texmi mubolig'lashtirib masalani ko'ptirish uchun. Masalan, faghashiyahum minal ghammi ma ghashiyahum. Ya'ni ma allazi manasta adatu normalda bir odamni ko'p yedi demoqchi bo'lsak, akala kathiran desak normal gap. Ammo akala ma akal. Akala ma akal. Yeganni, ya odat Uyg'ur tilida deymiz-ku, qishimizga kirib, yeganni yeb, ichganni ichib, chaqqanni chiqib ketdi desak, bakbiralik tasvirlagisiz holat bo'ladi, mubolag'a. Agar hammani chiqib etdi, hamma narsani yevatdi, hamma narsani sundiratdi desa, bu gap normal gap.
Ekele ma ekel mesela ellezimeniz. Gashiyahum ma gashiyahum degene. O deniz ulanı bir yopurup ketipti hem özüge ketinde bir xil mubalığa. Yani mubalığa çıkış için mavrunda ellezimeniz degen ma kollanılgan. Beşincisi muhatapni hatalıkka eskertiş üçün degene. Çünkü mayadaki musulillay mevsullu qoğandiken mevsulda biz mevsul sili cümlede karşı tarafı nispeten bir signallarını bir aleyimiz. Mesela birisi desem unumay birisini dost tuttu. Hey, audiyensinden ancak bek dostluk yaramaydı. Davamlıq keyningden oruk olaplam yürüydiğen nime? Sen yaxşı onu dost tutma desem, hayyak benim dostum o dep unumedi. Kim aşkar olup bunun xıyaneti oturuğa çıkıp kaldı da. Şu vakitte palani dostluğun yaramadı o. Palani sana düşman desem normal gap olur. Nime deyme? Sen dostum dep neçe ay neçe yılına koltuklap yürgen var o. Kögense desek, biz dostum dep koltuklap yürgen kişi. Hemmesi ellezi yolu, ellezin silesi. Senin düşmanın optu bana, aşkar optu desem, geple yüzünün burun kalan hatalıqını özücüge ağan, aşkar bir xil hatalıqını eskertiş, uçurunu özücüge ağan buludu. Şu maksat yediş. Yani tabii ki, benim bana depti. Biz şunun karşısını yeni bir şekillerini mi qana qila alalaymiz? Ben özüge dedim ki, bunların hemmisini misal şekilde keltirgen. Mesela, ben birisiga burun bir yaxşı işti birini tavsiye qilgan. O dastlab gapini anlamay qilmadi. Kim qipti, payda etdi. Men deyman ki, qanda men tavsiye qilgan ish foydasi bor ekan mana. Buni men tavsiye qilgan ishni qilib payda topla degan gap. Men burun bir qitim sizni eskartgan. Men degan ishni qilsangiz mashta bo'ladi degandek bir xil eskartma xarakterini o'ziga oladi. Eskartma xarakterini. Medim şu muhatapni xatolig'iga eskartish bir misol. Balki to'g'riligiga eskartish, yeni bir narsalarga eskartish, ish qilib muslillay simavsul olsa, simavsulning silisining ichiga qarshi tarafga bermoqchi bo'lgan har qanday bir mesajni, har qanday bir uchurni singdirib bo'ldi. Shu. Masalan, Abdullah tabibninki ballarga qilgan nasihida innallazina tarawnahum ikhwanakum yashfi ghalila sudurihim an tusra'u. Hoy, sizlar dostumuz deb yurayotgan, dostumuz deb qarayotgan kishilar ularning qalbining tashnoligiga yoki kesiliga sizlarning o'lishinglar shifoli quradi desa. Halil ba'zi nimalarda halil keladi, ba'zi basmalarda halil keladi. Halil kelib qolsa tashnoliq degan ma'noda, halil kelib qolsa kasal degan ma'noda bo'laveradi qaysi bo'lsa masala emas. Ammo muhimi sizlar dostum deb yurgan odamlar sizlar o'lsang xo'sh bo'ladi degan ekan, dostum deb yursanglar degan gap avlo o'rilgan bir uchur. Sizlar xatolashyapsizlar degan gapda, sizlar xatolashyapsizlar. Demakchi o'g'ini ular sizlar o'lsang xo'sh bo'ladi demakchi. Ammo beshtiki o'ziga olgan mavsul ularga bir uchur beradi. Ya'ni sizlar xatolashyapsizlar da'vat etmaydi-ku. Altıncısı xabarning qurilish yo'liga iymon qilish. Ya'ni gapning chunki dedim-ku, muslay mavsul bo'lsa, mavsul deganlik bir jumlani o'ziga oladi deganlik. Jumla orqali xabarning xarakteriga qanaqa bo'ldi? Ifoda belgili bo'ldi. Masalan, Isset dostumda yugan necha yildan beri bir nonni tangyap yugan odam desem, mening mushuk gapimdan nim demakchi o'g'limni qarshi taraf qanday qiladi bilib oladi. Yoki men bizni deb jafot atgan, biz uchun qon ter bedellarini, qushlarni ayamagan desem, men ma gapimdan cümlemden ahirisindeki muddaanı uqalalaydı. Yani ularning teşekkür, minnatdorlik bildirgan so'zni uqalalaydı. Demek xabarning qurilishig'a muslaylan turiblan, muslayning qurilishig'a ushurvagil bo'ldi. Masalan, innallazina yastakbiruna an ibadati, ma ibodat qilishni boshlatgan degandan keyin Alloh ibodat qilishdan boshlatgan odamning oqibatidan bo'lganligi bizga. Inquva neydi? Sayadkhuluna jahannama dakhiri. Xabarning uqume nadlam chiqib bo'ldi, muslaydan chiqib bo'ldi. Ya'ni silining mazmunida mutakabbirlik va ashu mazmunda shuningga sharat borki, xabar dal xarlash va jazo turidir. Chunki mutakabbirlik qilishning tabiiyki oqibati nima bo'ladi? Xarlash va jazolash bo'ladi tabiiylar. Yoki ba'zi vaqtlarda Abdurum Mishel bilan ishorat qilyapti. Bu oltisi bir misol har xil sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi vaqtlarda
mavzular bilan ma'rifa qilish buyuklikka ta'riz qilishga vosita sabab qilishi mumkin. Masalan, biz Allohni qanaqa qilmoqchi bo'lsak, buyuklamoqchi bo'lsak, Allohning qilgan ishlarini ism bo'lishi shaklda ifodalasak. Masalan, innallazi samaka as-samaa bana lana baytan da'imuhu a'azzu va atwalu desa, osmonni ko'targan qurgan zot bizga bir o'yin yasab berdiki, uning to'riklari texmi egiz, texmi mazmun, texmi pishiq desa, qilgan ishning buyukligiga qanaqa qilish, ta'riz qilish. Oy, shuncha foydali odam manda qildi desa, tabiiyki oyadin mayaning masalan oddiy emaskanligi. Shundami? Shuncha cho'ng ishni qilgan odam biz bilan hamkorlashdi desa, ma ishninki oddiy emaskanligini ifodasini beradi oyadagi sila. Chunki sila mazmunda shunga nisbatan bir nimba mazmun ifoda bor. Yoki xabarning g'ayrininki sha'nining buyukligiga ishorat qilish, ta'riz degani gapdori tishqa vosita. Oyada ta'riz bit-ta'zim deb to'g'ri, li sha'nul xabarda bir gap qopqapti. Xabarning buyukligiga, chunki mening islam xabarini unutish. Chunki osmonni qurgan zot bizga o'ysab qanday cho'qim osmonni qurgan zot saqani o'yganlikning kattolunda xabarining ahvolining buyukligi bo'lsa, endi xabarining g'ayriligini har holda ism mavsulni muslay qilish orqali nimani ifodalamoqchilik bo'ladi. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Obda o'ylab boqinglar, Shuaybni inkor qilganlar hammasidan tortdi. Jumladan maqsad nima? Muslayma emas, musnatma emas, Shuayb alayhisolamni ko'tirish. Shuayb alayhisolamni inkor qilganlar ziyon tortdi bo'lgan degan Shuayb alayhisolam. Demak, muslay orqali har maqsadga, har muddaoga qanday qilib bo'ladi, yetkazib bo'ladi. Şo'g'lan muslayni ism mavsuldan qana qilish, ma'rif qilish. Muslayni ism mavsuldan ma'rif qilishning sabablari shu. Endi keldik at-ta'rif bil ishara. Qanday bilasizlar, arab tilida yaqinni ko'rsatadigan, o'ttirini ko'rsatadigan, yiroqni ko'rsatadigan deb bir ko'rsatish almashtiriladi. Bularimiz ma'rifa. Hadihi, zalika, tilka, ulaika, haulay degandek yaqin yiroqni ko'rsatadigan birlik, ikkilik, ko'plik shakldagi ko'rsatish almashtiriladi. Tabiiyki, bular bizga oldi bilan shu ko'rsatilayotgan musharin ilayninki yaqin yiroqligini belgilab bersa, undan boshqa ba'zi bir o'rinlarda almashtirib akilish orqali akamayni g'oyaga akilish orqali bir xil boshqa muddaolarni ifodalaydigan ahvollar bor. Bu ahvollarni olib turib misollar orqali ifodalamoqchi. Va zalika lima yali. Shu ishoratlan ma'rif qilish tandagidek maqsadlar uchun bo'ladi. Birisi uni aniq ayirish, tamyizuhu akmala tamyizligini to'liq qana qilish, ayirib farqlantirish boshqalardan. Shu avvalini boshqalar emas deb ayirib olish. مثلا هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلام. من نسل شيبان بين الضال والسلام. مخطب مشو أبو الصقر. أصل الجملة بشيء أبو الصقر ده başlarız bulduğun gibi. هذا degene ma'nını sal qarmanglar, boshqa o'xshamaydi, ma'u demekdir. Bir xil alayda qana qilish, ayirish. Ya'ni bu Abu Saqri o'zining go'zalliklarida yolg'iz holatdagi adam. Bu kim u desa, Shaybanning naslidan Dallan salamning yulg'un bilan nimaning o'tirib yashagan odam qumliqda Yezida demoqchi o'g'ini. Bu o'zi katta odam, go'zal axloqli odam, lekin kelib chiqishi sahra, sap sahroda, sap sahraning sap havolarida nafas olib yug'ingan bola bu demoqchi. Yani yulg'un bilan yantaqni o'tirib yug'ingan demoqchi-da. Ikkinchisi Samining dötligiga ishorat qilish, ta'rif degan gap bor. Odatda deymiz-ku, men bir gapni so'rayversin deb javob bersak, mana mushu ko'rdingizmi? Mana mushu deganimiz uni Allohga ko'rsatib qo'yish emas. Mushta dafamizin uxmaydigan dötnimi ekansa degandek bir xil tuyg'uni berish-chi, ta'rif degani shu. Masalan, farazda Jarirdan faxr qilib davomli qanday desangmi, ulaika abai faj'ni bi muslim ana deb qo'ysan, ko'rsatib qo'y, sendek uxmaydigan o'xshaysiz qarab baqa, shular mening ota-onalarim faj'ni bi muslihim. Akab baqa uni o'xshini, ota-onani akab baqa, ko'rib baqa ota-onani qancha odamli ekansan ota-onang demoqchi. Ida jama'atna ya jarilul majami'u. Bizni so'rin bir akab qolsa, bir so'rin akab qolsak, bir deb baqslar, sizlar ota-onalar qancha odam ekan, mavla kim yo'qlab baqamdi degandek gapchi, ta'zim. Nima? Sonining do'tligiga ishorat qilish.
Üçüncüsü Muslimin yaqin o'tira Iroq yoki o'tir holdagi holini bayon qilish. Kim shu haza, zaka, zalika, tilka, hazihiga qarablan biz ayolligini, Iroq yaqin o'tir holligini qo'laymiz. Masalan, zalika deganligimiz. Yoki yaqin bilan haqoratlash. Yaqin ishlatish orqali haqoratlash. Mana normalda biz gap so'zda kim ham deb qo'ysa, bir xil ko'zga ilmagandek-chu. Biz bir gapni anglab, paloni buni deb degansak, kim u? Musho. Musho deb shuni aytganmi? Musho deb bir xil masxara qilish shaklda. Hada alladhi yadhkuru alihatu musho. Shuni ilohiyning ibod qilgan mushma? Bir xil qilmdachu. Amnati qishimizda emas u Iroq, lekin musho shuma deb bundalikda. Isho degandek bir xil haqorat ifodasi bu. فذلك الذي لم تكن أشوا أيتمنا يبدأن قوشما دكانك برخلالك هقرات إفادة بوشو ياكي يراقن إفادة شارقلك تعظيم قلش ذلك الكتاب دكانك شو هم يراقن إفادة شارقلك هقرات لك بيات ما مثال غلطم هو ما كتبت ذلك اللعين فعل فذلك الذي يدعو اليتيم أشوا من شو Hələqə Yusuf Aleyhisselam'ını körüb quldaki sılagandan keyin vəzirinin ayaldı dedi ki: "Fəzəlikəllezî lumtunnani fi." Yəni qıdanlar şuna, həmmənlə məni onu qıptı, bunu qıptı deyib ayıplanlar, qolağını kesib aldınlar. Qıdanlar aşı şu ayna. Bundalıq bir xil ta'zim. Dördüncüsü müşahid ilay. Bir sifatlarga agashtirib keltirilgan müşahid ilay, aşı sifatlarning kana müşahid ilay bir sifatlar bilan agashtirib keltirilgan mushahid ilay shu sifatlarga loyiqdir yoki shu sifatlarning jihatidan loyiqdir degan ifodalash. Masalan, ulaika alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna boshlanib va bil oxirati hum yuqinun kelgan 5 xil sifatlik kishilarga ishorat qildi. Ana shular. G'ayb qilishni Allah. Şunama namaz o'qiydigan, zakat beradigan Allah, kitoblarga shundigan Allah deb 5 turlik oxiratga jazm qildigan Allah deb 5 turlik adamga ishorat qilib, kelib ulaika degani boshqalar emas. Ular deb qo'sh normalga bo'luvchi degani haliqi 5 sifat egillari ala hudan min robbihim. Bizning shirkatda pokoni yaxshi ishladi. Mushlar mukofotlanadi desa, mushlar degani bir xil o'qimayadi. Nima o'qim desa, ashta yaxshi ishlagan degan mukofotlanadi degandek o'qimaydimi? Oyinda sifat olgandagi ular shu Robbining hidoyatining ustiga bo'ladi. Va ulaika nijot topadigan shular bo'ladi. Va ulaikumul muflihun deb bir xil oyda sifatlangan bo'lg'achqa, mukofotga loyiq degandek bir xil sabab bayon qilish rolini o'ynaydi. Demak, muslimayni ismi ishorat bilan ma'rif qilish haqidagi sabab maqsad illarni bayon qilib o'tdik. Undan keyin muslimayni alif lam bilan ma'rif qilish, alif lam o'z yoradigan bir bo'lak muhim mazmunlar va shu bu mazmun kelasi hafta darsimizga qolib qolsin. Bugun mush yerda to'xtaymiz inshaalloh. Muslimayni alif lam bilan ma'rif qilish to'xtaymiz. Qolganini Alloh nasib qilsa kelasi hafta dars so'zlaymiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.